Oy ko'zim, quyosh, svetuvchilar. Boshim nima og'rib ketyapti. Boshim. Kecha ko'p o'lirganmidim mana. What the? Jamol! What bro? Nima qanaqasiga? Isla, nima bo'ldi kecha? Kecha men aeroportga borgandim, to'g'ri? Samolyotga bilet olib uchdimmi nima? Uchib qanaqasiga? Yur, qanaqa jungli bozor bo'lyapti, Jumanji ko'rlar. Jamol, nima bo'ldi bunga? Yordam bo'layotgan ekanda bu. Jamol, nimaga farqi yo'q? Chunki bir latta bola tug'ilguncha bir joyi tiyib ketib, normal tug'ilib qolgan, menga faqat tashvish orttiradi bu. Mayli, menga umuman farqi yo'q. Shu yerda chirib o'lib ketsa ham mayli. O'zi o'lib bo'lgandir, lekin ko'zi ochiq ketadi. Nimaga farqi yo'q umuman. What? Bro, o'lmadingmi? Seni o'llik deb qancha yig'lab o'tiribman ustingda, uxlay qolishing shu odatni yo'qotmading. Faqat uxlab qolaversan duch kelgan joyga. Okay, qara, biz qanaydir Jumanji oroliga kelib qolamiz. Ortimdan yur. Niramaldi. Ortimdan yur. Qara, bu yerni nima bu? Hamma joy Jumanji jangalzor bo'layotibdi. Biz bu yerga qanday tushib qoldik? Ozgina o'ylash kerak. Men aeroportga mingandim, sen bilan birga mingandim. Okay, qara, Jamol, bu yoqqa kel. Xo'p, qara, biz bu yerda demak samolyot qulaganda biz mana shu yerga tushib qolganmiz. Menimcha, mening esimda yo'q. Prosta bu yerda o'zimizdan kelib qolmaymiz. Demak, yordam kuchi kelgunicha biz mana shu yerda o'z jonimizni asrab qolishimiz kerak. Tushunarlimi? O'zimiz uchun ovqat topishimiz kerak. Mana shu yerda yashab qolish uchun sharoit qilishimiz kerak. Tushunarlimi? Okay, unda go boshladik. Bironta yaxshiroq joydan, bironta bu yerda xavf yo'qmi-kan, shuni bir tekshirib ko'ramiz, bir aylanib chiqishimiz kerak. Birinchi biz bu yerni nima desam bo'ladi? Bu yerni o'rganib chiqishimiz kerak. Xo'p, okay, unda biz bu yerni o'rganib chiqishimiz kerak. Okay, yaxshi mashg'ulot bilan shug'ullanyapti. Men ham bir ikkita daraxt olib olsam o'zimizga yaxshi bo'ladi. Okay, bu yerda yashab qolish uchun eng keraklisi bu daraxt sindirish. Xo'p, okay, Jamol, daraxtlarni mana bu yerga olib kel. Qancha tergan bo'lsang, okay? Xo'sh, bitta, ikkita, uchta, normalniy. Xo'p, unda yana terishga kirishamiz. Go. Okay, men daraxtlarni hammasini taxta qilib olsam, endi bitta veristak yasab olsam, bu yerda yashab qolish uchun eng keraklisi veristak. Okay, Jamol, mana kerkka borib tosh olib kel. Qayerdan olib kelishni o'zing bilasan. Okay. Uzoq ketib qolma. Okay, endi o'zimga ham bitta kerka yasasam, hammasi jot kelib ketadi. O'zim ham tosh yorib turaman. Hozircha tosh juda kerak. O'zi kech bo'ldi. Bu yerda xavf yo'qmi-kan, shuni bilishim kerak. Zombilar bo'lmasa kerak. Zombilar faqat ertakda bo'ladi-yu. Mayli, biz hozircha tosh bilan shug'ullanib turamiz. Okay, hozircha xatarli yo'q, hamma joy jimjit. Okay, hozircha 35 ta tosh. What? Keldingmi? Tosh olib keldingmi? Xo'sh, qancha tosh olib kelibsan? What the? 64 ta tosh. Okay, men shu versak buzib ola ketamiz. Okay, buzib oldim, ketdik. Xo'p, yurchi tezlash. Okay, biz hozir mana shu tepalikka chiqishimiz kerak. Qanday chiqishni bilmadim, lekin o'zi sizlarda hozircha oziq-ovqat yo'q. Qanday chiqishni o'ylash kerak, to'g'ri? Okay, qanday chiqishimiz mumkin? What the qo'y? Tezlash biza bir oziq-ovqat bo'lishi mumkin bizga. Tezlash, kelyapsanmi? Tezlash. O'zi asta o'ldiramiz, qara, o'rgan. Jumanjida yashashni o'rgataman, okay? Okay. Yaxshi. Okay. Dada go'sh bor. Okay. Shu yerga chiqishimiz kerak, eng balandiga chiqishimiz kerak. Go. O'rtaga kelyapman men. Okay, nimamni tez chiqib ketadi bu? Okay, o'sha biz tepaga chiqdik. O'sha bulutlardan ham tepaga oralikani bu. O'sha mana bulut mana bu yerda turibdi. O'zi biz bulutga chiqamiz. Go! Okay, biz o'sha bulutlarning oldida yuribmiz. Agar ortga qaytsak, men do'stlarimga maqtanaman. Mana o'sha bulutlarning ichida yurganimizni. Okay, bro, biz shunchalik tepakdamizki, hatto bulutlar ham bizdan pastda. Bu juda dahshat. Okay, bro, bu yerdan tezroq ketmasak, o'lib ketishimiz aniq. O'zimizga yashash joy topishimiz kerak. Let's go. Mana bu daraxtlarni aytmasa ham bo'ladi. Bular juda uzun va chiroyli o'sishgan, lekin biz o'rmon tomonga qarab ketaveramiz. Kelyapsanmi? Okay, bu yerga kelaylikchi. Okay. Xo'sh, bu nima? Aytgandek bo'ldi. Reklama pulini olgandan keyin reklama qildigandan amal qilib, Tilgam Kamer kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda obuna bo'lishni bilmasanglar, mana bu yerda kattagina obuna bo'lish tugmasi bor. Men esa obuna bo'lib qo'yganman. Bo'llar, kanallarni qayerdan topamiz desanglar, shu video ostidagi opisaniyada va kommentda o'z kanallarini qoldirganman. Albatta o'tib obuna bo'lib, eng oxirgi videosida ekrdan salom deb yoz qoldirishingizdan chiqmasin. Bo'llar, men seriozno aytaman, albatta yozib qoldiringlar. Men kim kirib yozganini ko'rishim kerak.
YouTube obuna bo'lib qo'yish qiyin emas. Hozirroq obuna bo'ling, keyin esa videoni tomosha qilaverasizlar. Obuna bo'lish tekin bolalar, tezroq obuna bo'linglar. Videoga kirganlarning barchasi obuna bo'lsin. Sizlardan iltimos qilib qolaman. Telegram Kamer kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilib qolaman. Hozirda ularning 565 ta obunachisi bor. Kelinglar, ko'proq obunachi yig'ishga qarashib yuboramiz. Bu nimasi bo'ldi, bro? Biz butun o'rmonni kezib chiqdik, lekin bitta ham shaxta topa olmadik. What? Biz yana pastga tushishimizga to'g'ri keladimi? Uje bu yer jarlikka o'xshayapti. What the hell, bro? Bu yerda xastalik bilan tushmasak uje o'lib ketamiz. Okay, bro, uje bu orolganchadan beri odamzod oyoq tiymaganmi deyman. Qarang, qandaydir umuman boshqacha joylar. What, bro? Ko'mir yaxshi. Ko'mirni oling. Okay, men pastroq tushib turaman. Okay, endi bizda fakir bo'ladi. Yaxshi, bro. Okay, pastga tushamiz endi asta-asta. Okay, Jamol, asta-asta tushaver. Va ana yerda bitta orol bor ekan. Biz hozir o'sha yerga boramiz. Go va boya olgan ko'miringdan to'ttagina fakir yasadik. Okay. What? Okay, endi bizda bitta ko'mir bor. Shu, Jamol, agar to'yga qaytsa senga bitta mohit topib beraman. Okay, bro, o'sha bu yerda har xil orollar bor ekan. Biz demak juda katta oroldamiz. Qarab, hamma joyda har xil orollar. Demak, bu yer juda katta orol. Hali biz ancha o'rganamizmi deyman. Okay, bro, o'sha kech bo'lyapti, lekin bizda hali ham baza yo'q, lekin biz qanday qurishni ham bilmaymiz, chunki bizda taxta yo'q. Nima qilamiz? Nima? What the? 3 stak olmuş tutta taxta. Okay, sen bekorchilik qilmagan ekansan. Okay, Jamol unda uy qurishini boshladik. Sen pastdagi toshlardan boshla. Men tepasiga taxtalarni qo'yib chiqaman. Okay. Stop. Men bitta tapor yasab olmasam o'zimga qiyin bo'lyapti. Okay. Toshlik tapor yasab olaman. Okay, bularni buzib chiqsak, mana bu ikkita tomoniga ham, ya'ni kirish joyiga ham ikkita tosh qilib qo'ysang chotki bo'ladi. Mana o'sha sen tepasini ham qilyapsan, endi men qo'yib chiqsam bo'ladi. Derazaga hozircha joy qoldirmaymiz, chunki hozircha bu yerda nimalar borligini bilmaymiz. Jamol, shuning uchun derazani keyinroq qilamiz. Hali bu yerga qancha qolishimizni ham bilmayman. Okay, Jamol, sen hozircha tomni qilib tur. Men mana bu devorni qilib olsam, o'sha tugaydi hammasi. Okay, o'sha chotki uy bo'lyapti. Yaxshilab tomni qilib ol. Men bu yoqdan tomni qilaman. Okay, mana o'sha chotki bo'lyapti hammasi. Xo'p, mana o'sha tomimiz ham tayyor. Okay, endi bu yerga bitta fakir qo'yib qo'yamiz. Yo, endi hamma joy yoriq. Okay, bro, sen mana bu virusdan foydalanib uyimizga bitta eshik qilib qo'y, men polni qilib turaman. Okay. O'sha chotga ketyapti hammasi. Men bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Jumanjiga kelib qolsa, odam o'sha o'lib ketadi bir kunda deb o'ylagandim. Biz lekin o'sha 3-chi yo 2-kunga keldik. Okay, mana o'sha polni qilyapti. Mana o'sha eshik ham qilib bo'libdi. Yaxshi, bro. O'sha bitta lapatga yasamasam o'zimga qiyin bo'lyapti. Chotga endi yerlarni tezroq yorsam bo'ladi. Mana o'sha hamma joyi qilinib bo'lib, polimizda ham endi bu bitta kvartirali uy. Xo'sh, hammasi tayyor, hamma narsa joyida. Jamol, keldingmi? Xo'p, qayerga borib kelding? Okay. What? 3 ta pechka. Demak, sen tosh top kelib pechka yasagansan. What? Temir ham topib keldingmi? 6 ta temir. Okay, yaxshi, bro. Endi men bu temirlardan bitta chelak yasayman. Keyinchalik biz hali dehqonchilik ham qilishimiz mumkin. Mana chelak. Okay. Okay, bro, mana bu chelakka ozgina suv olib keling. Men ungacha dehqonchilik joyini qilib turaman. Xo'sh, mana bu yerdan qilsak, okay, shu yer normalniy joy. O'sha biz ozginagina qilsak ham bo'ladi. Keyinchalik non yeyishimiz uchun. Mana, xo'p, bu yerga suv olib kelsa hozir Jamol. Okay, mana olib kelyapti. Yana bitta qo'ysak. Okay, olib keldingmi? Mana bu yerga tashla. Okay, yaxshi. Endi biz bu yerni suv qo'ysak, o'ttasidan qo'ysak, o'sha ancha joyga boradi. Endi bu yerni dehqonchilik joyi qilsak, kerak emas. Bu yerga ham yer qo'ysak, o'sha bizda 48 ta urug' bor. Wow, bu qayerdan kelib qolgan? Lekin biz bu urug'larni mana bu uyning tagidagi o'tlardan olgandik. Okay, demak biz tez orada yaqinda non yeydigan bo'lamiz. Wow. Okay, bu yerlarni ham qilsak, chotga endi biz urug'larni ekib chiqamiz. Yaqin orada biz non yeymiz. Xo'sh, Jamol, mana bu chelakka yana bir paqir suv olib kel, zarilib qoldi. Okay, yaxshi, shu bola borligi yaxshi, shu bola bilan ham tushgan, ya'ni bu orolga tushib qolgan, o'zi juda menga foydasi tegyapti. Juda tez olib keldim, ha? What? Rahmat. Ana bu yerga tashla. Dushi yuradasan. Xo'p, bu yernisini bu yerga qo'ysak, mana o'zi yetadi bizlarning urug' joyimizda. Okay, o'zi kech bo'lyapti, uyga kiraychi. Jamol nima qilayotgan ekan? What? Nima qilyapsan, Jamol? Deraza? What the hell, bro, sen o'zi juda vijivaniyachi ekansan, sen o'zi Jumanjiga kirib qolishing kerak. Shu orolga tushib qolsang, o'zingni eplab ketar ekansan. Sen bilan faxrlanaman. Okay, o'zi kech bo'ldi, eshiklarni yopib qo'ysak, sovuq kirmay turadi. Sen o'zi versakdan nima yasayapsan? What the? Yotoq yasadingmi? Senda
qo'y yo'q edi-yu. Okay, o'zi kech bo'ldi. Jamol esa uxlayapti to'shagida. Xo'p, men buni olsam, bu yerga qo'ysam, meni maza qilib uxlayman. Уже ertalab bo'libdi. Yo, adashma, hali kech bo'libdi. Уже men ertashda uyg'onib qolaman. Jamol uxlayapti hali ham. Men chiqib bir огородga qaraychi. Okay, eshikni yopib qoldiraman, sovuq kiradi. Огородda nima gaplar? Nima chitirlam? Normal. O'tdi. Nimadir ko'rganda bo'ldi. Normal kechasi o'zi ko'p narsalar ko'zga ko'rinadi. Xo'p, bu yerda tinchlik, hech nima yo'q. Okay, uyga qaytsak. Xo'p. What the nima? Bu tushmadi. Okay, hali ham kech, Jamol uxlayapti. Bu tushmadi. Yuragim o'rilib ketdi. Nima esa shunda ham tush ko'ramanmi? What? Hech kim yo'q eshikning ortida. Qanaqasiga taqillashi mumkin? Jamol, xo'p. Okay, asta-asta o'chiraman. Jamol uyg'otishim shart emasdir. U yaxshi uxlayapti. Balkim shamol qimillatayotgandir. Qani ochaylikchi. Hech kim yo'q-ku. What the? Sen qayerdan kelib qolding? Shuni junglida sen nima qilyapsan bu yerda? Men samolyotda omon qoldim. Samolyotda? Demak samolyotning ichida sen ham bo'lgansan. Da, men ham omon qoldim. Okay, unda biz 3 kishi omon qolibmiz-da. Bu uyda senga joy bor. Men emas, biz. Biz? Qanaqasiga biz? Biz deysanmi? What the? Robla, qayerdan keldi? What the hell? Ikkinchi qism chiqish uchun like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'ying.